Qadrli kuzatuvchilar, biz ayni paytda Zomin tog'larida Sherbuloq manzilidamiz. Sherbuloq nomi bilan xalqda mashhur. Mana o'rmon hududidan tabiiy mana shu tog'lar ostidan buloq otilib chiqadi. Odamlar mana kelib salqinlashib, o'tkinchilar bemalol kelib o'z chanqoqlarini qondirishi mumkin. O'ziga xos jihati doimo bahavo joy, doimo mayin bir shabada esib turadi. Mayin va sovuq shabada esib turadi. Mana pastda alohida muhofaza qilingan sherni og'zidan ramziy ravishda buloq otilib chiqib turadi. Mana o'sha sher buloq. Suvi juda ham muzdek va shifobaxsh. Taklif qilib qolamiz.